Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, mebelchi aka-ukalar va bo'lajak dizaynerlar, konstruktiv dizaynerlar. Biz darsligimizni boshlaymiz, davom ettiramiz. O'tgan safargi darsligimizda biz bu mebellarni chizganmiz va birgalikda raskroy, ya'ni kesish uchun bergandik. Raskroy, ya'ni nechta listga nechta laminat kesishligi va qandoq joylashishliklarini ko'rib chiqqandik. Endi bu safargisida biz buni yig'ish uchun tayyor sxema holatiga keltirib berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz avval chizgan programmamizni, ya'ni chizmamizni ko'paytirib olamiz. Ko'paytirdim va nomini bittasini 3, bittasini 4 deb belgiladim. Mana hozir men 4-chi obyektni ochib turibman. 3-inchisi ham 4-inchisi ham bir xil. Endi bizga ortiqcha detallar kerak emas, shuning uchun xonadagi interyerlarni olib tashlaymiz. Delete tugmasi bilan olib tashlasa bo'ladi. Xona devorlari, eshiklar kerak emas, mana bu davorlar ham kerak emas. Gilamlar kerak emas. Chiroq kerak emas. Bunaqa ledlar kerak emas. Derazalar ham kerak emas bizga. Bizga faqatgina mebelni o'zi qolsa bo'ldi. Biz xonani tozalab olamiz. Chunki bizga xalaqit beradi bular. Gul ham kerak emas. Gazetka. Va bizga mana bu choyshablar ham kerak emas. So'llar rasam kerak emas. Tag qismi ochiladigan qilib yasagan edik. Shkafimiz esa mana bunaqangi ko'rinishda yasagan edik. Birinchi o'rinda shkafni ko'rsatib o'tsak, shuning uchun bizga shkafni o'zi qolishi kerak bo'ladi. Bu ikkovini esa biz skritli qilib turamiz, ya'ni berkitib turamiz. Shkafimiz yon tomonda joylashganligi uchun biz peredidan emas, pravidan yoki bo'lmasam levidan ko'rsak bo'ladi. Bizga buni razmerlarini chiqarishlik uchun, ya'niki qayerdan qanday qotirishini ko'rsatib berishligimiz uchun eshiklari ham kerak emas. Eshiklari o'zi odatda standart shaklda o'rnatiladi. Bularni ham o'chirib tashladim. Bizga yuzalari ham kerak emas. Ruchka qolib ketibdi. Aslida olganda devor ham kerak emas. Tenkana. 3 ta korpus razgrupovat qilib hammasini gruppadan ajratib olamiz. Beshikka tursa ham bo'ladi, olib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p. Endi mana bularning orasini rassiyasini bir xilda qilib olsak, gruppaga qo'shganimizda buni va buni oraliq masofasini teng qilib shaklga keltirib berdi. Hop, endi bizga razmerlarni ko'rsatib o'tishlik uchun mana bu klavishdagi mana bu tugma yoqib turishi kerak. Mana bosamiz va mana bu yerda bu ochiladi. Agarda bu o'chiq bo'lganda bu knopkani bosib bo'lmaydi. Shuning uchun buni yoqib qo'yamiz. Ana endi bu knopka yoqiq holatda turibdi. Krishkamizning eni qismi mana bu tugma ko'rishi klavish orqali gorizontalniy mana razmer paydo bo'ldi. Hammasini razmeri 96 dan edi. Tag qismi, sokil qismi esa mana bu vertikalniy bilan sokilimiz 9 sm edi. Sokilimizdan 9 ni ko'rsatgandan ko'ra biz binoni qotadigan teshigini ko'rsatganimiz ma'qul.
mana bu yerga botadi, ya'ni 908 teshikda tag qismidan polkamizni markazigacha. Polkamizni markaziga bokovini ushlamayapti, ana bokovini ushlab oldi. Markaziga emas, polkamizni tag qismiga berishimiz kerak, chunki bu polka держатель bilan o'rnaganligi uchun tag qismini metga uradi yig'uvchi. Hop, o'rta binoni esa o'rtasini olamiz. Ushlab sursangiz razmeri ko'rinmaydigan darajaga kirib ketmaydi. Hop, o'rtadagi dunoyimiz 87,5 mm da joylashgan eng past qismidan polkamizning tag qismi 38,7, pastki dunoyimiz esa 9,8 mm da joylashgan. Bu to'kinimizning razmeri esa o'rtasiga qo'yib qo'yamiz, 9 cm ga 87,4. Hop, bokovinamizni umumiy razmerini ham chiqarib qo'yishimiz kerak. Uning uchun bizga mana bunisini olsak ham bo'ladi, chunki bu tomonimiz bo'sh turibdi. Buning uchun kalinishni olamizda tarafiga qo'yib qo'yamiz. Endi bizni tandemimiz tag qismiga ham, tag qismi qayerda o'rnashi borasida qo'yib ketishlik kerak. Ikkovi bitta chiziqqa joylashib qoldi, adashmovchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa ikki tomonga ko'rsatilgan strelkada tortsangiz bu bir-biriga qo'shilishi mumkin. Siz buni pastki qismidan ushlasangiz, ikki tomonga strelka va o'rtada ikkita chiziq, shu ko'rinishdagi chiziq bir-biriga qo'shmaydi, mana turib alohida joylashtiradi. Hop, salaskamiz, ya'ni tandemimiz 74 mm da joylashgan. Endi bizga polkalarimizni joylashuvini keltirib chiqarishim kerak bo'ladi. Bizda bu qism bor edi. Bo'lsa ham yana bitta qo'yamiz. Bu bir xil ekanligini bildirishlik. Markazini qo'ydik. Bizga endi asosan mana bu 3 ta polkani razmerini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Uni tag qismini ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi, agarda siz buni chizig'ini olib qo'yaman deganingizda o'rtalariga qo'ygisi kelmasa, filtr tugmasini bosib turasiz. Chunki bu gruppaning ichidan olishlik uchun filtr tugmasini bosib turgan holatda olishingiz kerak. Mana filtr tugmasini qo'yib yuborsam, Ctrl tugmasini bosib turgan holatda keyin olamiz bu yoqqa. Endi hammasi joylashdi. Biz bu yerga kommentariy ham yozib qo'ysak bo'ladi. Kommentariyni yoqish uchun mana bu okno yoniq turishi kerak. Kommentariyni yoqdik va bu yerda yonda qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kommentariyni bosamiz va bularni polka deb nomlab qo'ysak, unda buni qotirib qo'yishmaydi ustalarimiz. Bo'lmasam eksentrik deb yozsangiz ham bo'ladi. Endi hozirda ko'p ustalarimiz oraloq stanokda teshib, stanokda joylashtirishyapti. Bu stanogi yo'q yoki bo'lmasam shunday xizmatlar uydan uzoqroq ustalar uchun juda qulay keladi. Buni ham polka deb yozib qo'ysak bo'ladi. Kommentariyada bu narsalar polka ekanligi ko'rsatib qo'yildi. Tortma veshilka hamma ma'lum va buni biz qog'ozga printerimiz orqali chiqarib beramiz. Shu holatda to'g'ri chiqyaptimi yoki yo'qmi ko'rishlik uchun mana bu yerda посмотр pechatni bosib tekshirib olishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda pechat beradigan bo'lsak, bizning razmerlarimiz ko'rinmayapti. Demak, biz biroz uzoqlashtirishimiz kerak. Yana qayta ko'ramiz. Ana endi hammasi tushunarli va ko'rinarli bo'ldi.
va biz pechat tugmasini bosishimiz bilan bizda qog'oz yozib beradi. Menga bu kerak emas, shuning uchun chiqarmadim. Agarda sizda bu holat, ya'niki bosganingizda qog'ozni tik holatda ko'rsatadigan bo'lsa, siz buni gorizontalniga olishingiz mumkin. Vertikal, ya'ni buning fayl tugmasini bosasiz va настройка страница dan knijniy hamda albomniy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Knijniy holatda, albomniyda yotiq holatda joylashadi. Bu yotiq holat, tik holatdagisi ham kerak bo'ladi. Mana bir dona korpusni o'zini raskroy berayotganingizda, ya'ni chipov berayotganingizda tik holati ham kerak bo'ladi. Yotiq holatda mana bu bo'ladi. Klientsiz dizayner Islomjon bu yerga mebel haqida ma'lumot yoki mijoz haqida ma'lumot berib qo'ysangiz bo'ladi. Nomeri ular. Hop, biz buni yozib bo'ldik. Endi bizga perspektivaga o'tib Trimon ham biz busini chiqarib berishimiz kerak. Uning uchun buni o'zini qoldiramiz, qolganlarini qilib turamiz va zadidan kerak emas narsalarni olib tashlaymiz. Misol uchun ruchka va eshiklari bizga mutlaqo kerak emas. Bu eslatib o'taman, ko'paytirib olgan keyingi chizmamiz. Asl nusxasi bu. O'chirib tashladik. Keling, yuza turaversin. Tagi va yoni ko'rinadi. Ya'ni oynakning razmeri. Buni markazga joylashtirishaveradi. Metrda o'lchab. Buni ham devorni olib tashlasak. Hop. Endi bizni oynagimiz razmeri va yoni. Buni ham 1200 ekan. Qilaymi? Mana bu yerda yaxshi ko'rinadi. Razmeri. Bokovinamizning balandligi esa 14.8. Bu yon bokovina 55. Birgalashib bilan yanimizda 55. Bunisi esa polka bo'lganligi uchun tag qismini ko'rsatib qo'yamiz. Saladonimiz esa markazini qo'yamiz. Chunki bu yerda salaskani markaziga o'rnatiladi. Dinoyimiz eng pastki 45, tevas ham 45 joylashgan. Endi buni oraliq masofasi qancha ekanligini ham ko'rsatib qo'yishim kerak bo'ladi. 85 sm orasida ochiq joy mavjud ekan. O'rta bokovoyni ham ko'rsatib qo'yish kerak. 50 umumiy xonaning razmeri 57.5. Agarda biz bu yerda ham salaskani markazigacha 59 deb qo'ysak ham bo'ladi yoki bo'lmasam qilib ikktasini o'zgartirsak bo'ladi. 1 mm ko'tarib qo'ysak 60 mm da o'rnatishda bo'laveradi. Hop, qosh qismimiz 9 sm qilib berganmiz. Hop,
tushunarli bo'lyaptimi, qadrli yurtdoshlar? Buni razmeri kerak yo'q. Agar kerak bo'lsa qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Polkani ham razmerini qo'shib qo'yish mumkin. Past qismidan xaladonni ko'rsatdik. Menimcha hamma yerini ko'rsatdik. Qayerdir qolib ketgan bo'lsa, ko'rib qo'yasiz. Bu mana ham buni ham oynakni razmerini ko'rsatib turmoqda, 90 ko'rsatgan ko'rsatkich. Endi buni ham biz ham bo'lardi. Pechatga berib ko'ramiz. Katta tepa qismi yopilib qolmoqda. Uzoqlashtiramiz va ko'ramiz. Mana bu yerlarda qandaydir bo'sh joylar qolib ketyapti. Shuning uchun buni keling albomni rejasiga ham pechat qilib ko'ramiz. Menimcha shu qulayroq ko'rinish tus olyapti. Kimga qanday qulay bo'lsa, xuddi shunday tushirib chiqarib olish mumkin. Mana shu holatda ustaga taqdim etamiz va umumiy tashqi dizaynni ham ustaga taqdim etamiz va buni ustalar unchalik qiyinchiliklarsiz berib olishlari mumkin. Hop, biz trimo hamda tumbuchkani chipuga berdik. Endi bizga berdi ko'rinishidan, ya'ni ro'paradan divanimizni, ya'ni tumbuchkamizni qo'ysak, tumbuchkamizni ham xuddi shu ko'rinishida berishimiz mumkin. Ya'niki hamma tomonini belgilab qo'yish, ko'rsatishimiz mumkin. Hop, buni razgruppovat qilib olamiz. Bizga tumbuchkani o'zi kerak. Mana tumbuchkamizni yuzalarini ishlaymiz va razmerlarni bitta-bitta qo'yib chiqamiz. Berib qo'ydi buni. Vinamiz va mana bu oraliqni ko'rsatib qo'yish kerak. Oraliq esa o'zi nechida joylashganligini ham bu yerga qo'yaymi? Biroq chiqarib qo'ysak ham markazi joylashganini ko'rsatib qo'yyapti. Hop. Bu 59 da joylashgan ekan. Bu esa 44 mm da joylashgan. Buni pastga tushirib juda yaqin bo'lib qoldi. Qilgan. Esa 60 da. Hop. Mana shu shaklda siz ustalarga chizgan chizmalaringizni schemasini berishingiz mumkin. Buni oq ko'rinishida, rangsiz ko'rinishda, chizma ko'rinishda va mana bunday ichki to'qimalari ham ko'rinadigan. Hozir bunday ko'rinmayapti. Asosan perspektivaga mana shunday ko'rinishi mumkin. Endi holati ko'rinadi. Xo'p, qadrli do'stlar, shuning bilan darsligimizga yakun yasaymiz. Albatta ko'rsatgan joylarimda nimadir manfaat olgan bo'lsangiz men xursandman bundan. Sizlar bilan Islomjon Davlatshayev bo'ldi. Albatta keyingi darsliklarimizda inshaalloh biz
teshiklarni, ya'ni пересадка stanokka qanday qilib berilishligini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ruchnoy пересадкаga berishlikni ko'rsatib o'tdim. Hozir keyingi safar biz ularni teshiklarini avtomatik teshadigan пересадка stanoklarga, Haumakka yoki shuni singari stanoklarga berishni o'rganib olamiz. Diqqatingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.